Всем добрый вечер, друзья. Assalomu alaykum. Hammalaringizga Dubaydan salom. Kechki mana soat 12 dan keyin sizlarga videorolik qilyapman. Albatta, hozirda biz Burj Khalifa tarafdamiz bugun. Xudo xolasa sizlarga bitta rolik qilyapman. Rolikdan asosiy sabab vatandoshlar bir 2 yildan beri Dubaydaman. Xudo xolasa yangiliklarim ko'p bu yerda. Yana shunga qo'shimcha bitta o'yin qo'ydim 1-2 kun. Endi bir podpischiklarim talabiga binoan. Yana sizlarga aytmoqchiman, Xudo xolasa mana bu suratdagi narsaga ko'rsangiz buni yaqinda sotib oldik, ikkinchi filial. Xudo xolasa shu yerga bitta shaurmachi kerak bo'ladi menga Dubayga. Professional bir 3 yil, 4 yil staji bo'lsa, professional bo'lishingiz kerak-da xullas. Juda ham bir yaxshi pul topsa bo'ladi. 24 soat bo'ladi Xudo xolasa. Marojniy ham sotiladi ichida. Asobina samsa, shaurma, 3-4 narsaga professional bo'lish kerak. Bu albatta Moskvada do'stlar чистый rossiyskiy shaurma qilamiz. Xudo xolasa, mana tez kunda sizlarga video orqali ko'rsataman. Shu fursatdan foydalanib, ko'p vatandoshlarimiz talabga binoan shu o'yinman tez bo'lib ketdi. Davayda do'stlar, Xudo xolasa hozir podдержка qilib hozir bilet olamiz. Va albatta kechki payt buni hozir videoni ko'radigan bo'lsangiz, kechki o'sha finalda qatnashib omadingizni sinab ko'ring. Если что, mashib bosishiraman. Просто qiziq bo'lyapti menga ham. Ancha yillardan beri yo'qman. Короче, gazni bosish kerak. Tak, biznes, ish, rozgirish ham bir $10,000, $20,000 faqat pulni bosish planlarim bor. Kanal yotibdi, 2,5-3 yil bo'ldi. 2023 yildan beri bu kanal hech kim ishlatmagan. Shu fursatdan foydalanib do'stlarimizni xursand qilish uchun do'stlar, men ham bir shu Dubayda bir chiroyli ish boshladim. Tak что gazini bosib omadingizni sinab ko'ring. Qanday bilet olaman degan do'stlarimiz o'sha 929 678 1782 ga telefon qiling, WhatsApp ulangan. Endi Telegramga obuna bo'lsangiz, описаниеda hamma ma'lumot bilib turasiz. iPhone 17 Pro Max ham qo'yganman. Tak что gaz do'stlar. Omad tilayman hammaga. Yaxshi roliklarda tez kunda ko'rishamiz. Salomat bo'ling.